Bu videoda inson hayoti va kelajagiga oid eng buyuk mavzulardan biri haqida gaplashamiz. Bu qiyomat kuni. Qiyomat bu dunyoning yakun topadigan hisobot va mukofot kuni. Bu kunda vaqt to'xtaydi. Haq bilan yolg'on, itoatkor bilan gunohkor ajratiladi. Har kim o'zi qilgan amali uchun to'liq jazoga yoki mukofotga ega bo'ladi. Qayta tirilish voqealari Isrofil sur chalishi bilan boshlanadi. Isrofil bu buyuk vazifa uchun tayinlangan va Allohning amrini kutib turadi. Butun olam chuqur sukunatda. Birdaniga quloqni yeruvchi dahshatli ovoz, sur chalish eshitiladi. Yerni titratadi, daryolar toshadi, tog'lar qulab, qumdek yo'qoladi. Hammasi xarobga aylanadi. Birinchi surdan keyin hamma narsa nobud bo'ladi. Yerda na qush, na inson, na bir jon bor. Hamma jim, dunyoda hayot yo'q. So'ngra faqat Allohga ma'lum vaqtdan keyin Isrofil ikkinchi bor sur chaladi. Ruhlar yana tana bilan birlashadi. Insonlar qabrlardan tirilib chiqadi. Allohning chaqirig'iga javob beradi. Tasavvur qiling. Yer yorilib ketadi. Ichidan odamlar chiqadi. Hayratda, qayerda turganini bilmaydi. Birinchi savol. Bizni shunday sokin joydan kim uyg'otdi? Ular go'yo chuqur uyqudan uyg'ongan. Kimdir tanish yuzlarni taniydi. Boshqalar esa sarosimada o'z yaqinlarini izlaydi. Yer endi o'zgarib ketgan. Tekis, keng, silliq. Bu yer qiyomat uchun tayyorlangan maydon. Odamlar endi katta olomon bo'lib, hisob-kitob joyiga qarab yurishadi. Yuraklar gursillaydi. Quyosh boshga yaqin, jaziramasi 10 barobar. Har kim terga botadi. Kimning terisi to'pig'iga, kimniki tizzasiga, kimniki ko'ksigacha. Ba'zilari esa butunlay terga g'arq bo'ladi. Bu ularning amallariga bog'liq. Dahshat va qo'rquv ichida odamlar o'zlariga shafoatchi izlaydi. Avval Odam payg'ambar, so'ng Nuh, Ibrohim, Muso va Iso payg'ambarga murojaat qilishadi. Har biri nafsim, ya'ni nafsimni o'ylayman deydi. Faqat Muhammad sallallohu alayhi va sallam aytadilar: bu ish menga tegishli. U zot Rahmonning arshi oldida sajda qiladi va ummatlarini shafoat qiladi. Alloh ularning shafoatlarini qabul qiladi va hisob-kitob boshlanadi. Har bir inson Allohning huzurida yolg'iz turadi. Har qanday amal oshkor qilinadi. Hayoting haqidagi kitob ochiladi. Hech bir daqiqa unutilgan emas. Alloh aytadi: kitobingni o'qigin. Endi o'zingga o'zing hisobchisan. Shundan keyin amal tarozusi qo'yiladi. Katta, adolatli, yaxshi amallar bir tarafga, yomon amallar boshqa tarafga. Kimning yaxshi amallari og'irroq bo'lsa, uning yuzi nurli. Kimning gunohi ko'p bo'lsa, yuzi g'amgin, chang bosgan umidsiz holda bo'ladi. Keyin Sirot ko'prigi. U jahannam ustiga qurilgan. Qilich tig'iday o'tkir va tor. Har kim undan o'tishi kerak. Kimdir chaqmoq tezligida o'tadi, kimdir shamolday, boshqalari sekin yuradi, kimdir sirg'anadi, yana kimdir tushib ketadi. Alloh bizni undan asrasin. Amin. Ko'prikdan o'tgan mu'minlar payg'ambar havziga boradi. U yerdagi suv sutdan oq, asallay shirindir. Kim ichsa, boshqa hech qachon chanqamaydi. Lekin ba'zilar undan haydaladi, chunki sunnatni tark etganlar uchun. Shundan so'ng Alloh odamlarni guruhlarga ajratadi. Kimdir jannatga, kimdir jahannamga ketadi. Jannat abadiy saodat joyi. Unda oqib turgan daryolar, mevalar, saroylar, go'zal ne'matlar bor. Inson xayoliga ham kelmaydigan. Jahannam esa, Alloh bizni undan saqlasin, azoblar joyi. Olovlar hech qachon so'nmaydi. Pushaymonlik, azob, do'zaxdagi qayg'u,
undan hech qachon chiqish yo'q. Lekin ba'zi mu'minlar gunohlari sababli do'zaxga tushadi. So'ng payg'ambarimizning shafoati va Allohning rahmati ila chiqariladi va jannatga kiritiladi. Kofirlar va munofiqlar esa abadiy do'zaxda qoladilar. Qiyomat kuni bu so'z bilan ifodalab bo'lmaydigan buyuk kun. Biz unga faqat solih amallar, tavba va Allohga qaytish bilan tayyor bo'lishimiz mumkin. Ey Alloh, bizga bu dunyoda ham, oxiratda ham yaxshilik ato et va bizni do'zax azobidan saqlagin. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning qo'llaridan shunday ichimlik ichishni nasib etginki, undan keyin hech qachon chanqamaylik. Amin.